Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Qo'qondagi qurilish texnikalari do'konimizda beton mishalkalarimizdan mavjud. Bu beton mishalkalarimiz aravachalik ko'rinishda bo'ladi. Hozir bu beton mishalkamizni bir boshdan sizlarga obzorini qilib tanishtirib o'taman akalar. Baloniga keladigan bo'lsak, balonlari ancha katta, baquvvat, mustahkam, pishiq materiallardan yaratilgan bo'ladi akalar. Ko'rishlaringiz mumkin, uncha-munchaga yedirilib ketmaydigan aravachalar balonidan qo'yilgan bo'ladi akalar. Relslari ham ancha mustahkam, pishiq materiallardan yaratilgan bo'ladi akalar. Bunga qo'shib beriladigan narsalar nima deyishlaringiz mumkin akalar. Ichida zapaska balonlari, uncha-muncha gulishlarini qo'shib beramiz akalar. Motorlari ham ancha baquvvat, metallari ham ancha baquvvat metallardan qilib ishlangan bo'ladi akalar. Bu aravachali beton mishalkamizni 220 litrga mo'ljallanib bo'ladi akalar. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, video tagida nomerlarimizni qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqib buyurtma berishlaringiz mumkin yoki Qo'qondagi qurilish texnikalari do'konimizga kelib bemalol xarid qilishlaringiz mumkin akalar. Bu beton mishalkamiz esa 240 litrga mo'ljallangan bo'ladi akalar. Motorlarini ham ko'rishlaringiz mumkin akalar. O'chirib yoqadigan knopkalari bo'ladi o'zida, datchiklari o'zini qancha quvvatda ishlaydiganini ko'rsatib turadi akalar. Bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib xarid qilishlaringiz mumkin akalar. Skidka narxlarda qilib beramiz akalar. Bemalol kelib xarid qilishlaringiz mumkin. Agar video yoqqan bo'lsa, bitta like bosib, yaqinlarga jo'natib qo'yishni unutmang akalar. E'tiborlaringiz uchun rahmat.